Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Qani sen hisob kelmadimi choyni? Oyijon uyaldilar, hozir ovqatni o'zlari olib kirar ekanlar. Kelin, qaynsinglingizni so'rab kelgandik, sizdan ham bir eshitsak. Voy, men gapiradigan bo'lsam, jannatim qaynsinglim haqida unaqangi qaynsingil olamda yo'q, bitta yagona. Voy, shunaqangi shirin so'z qaynsinglim bor, asal so'z, chak tamadi tillaridan. Voy, uni qo'yavering, men tikib bergan kimlarini qarang siz. Qanaqangi modniy, hech kimda bunaqa kiyimdan yo'q. Tikuvchi ekan. Voy, qaysi bir xislatlarini endi qo'li gul pazanda ovqatlarni shunaqa shirin qiladilar. Voy, bitta yesanglar bormi? Davom etingchi. Odob so'zi mana shu qaysinglimdan olingan. Voy, shunday xonalariga kirsangiz. Voy, ertalab 5 da turadilar. Voy, men kelinmi, ular kelinmi deb o'ylab qolaman. Menga ish qoldirmaydilar, ishoninglar. Voy, mehnatkash ekanda. Voy, mana qayinsinglim menga shunaqangi mehribon, qo'yni og'zidan cho'polmagan. Voy, yana qaysi yaxshi xislatlarini aytay sizlarga? Bo'ldi, tushunarli. Sizlarning qizlaringiz dono, aqlli, oqatdagi shahzodaga loyiq. Bizning o'g'limiz juda ham umuman sizlarga to'g'ri kelmaydi, noloyiq. Turinglar. Voy, qayoqqa? Oyijon, ko'rdingiz-ku, qo'limdan kelguncha maqtadim. Men yo'qtirishmadi-da. Kelin poshsha, stenkani o'ynasdan hammasini ko'rib turibman. Voy, oyna. Qaysinglim yaxshi. Voy, ko'rinar ekan. Oyijon, bir hafta uyimga olib kelay dam olishga. 15 kunga borib keling. Mayli. Qaytib kelaman, oyijon.